Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoliklarida yangi O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida madaniyat va san'at sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor va g'amxo'rlik tufayli bu yo'nalishda chinakam inqilobiy yuksalish bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Madaniyat bu nafaqat tarix, balki bugun va kelajakni bog'lab turuvchi ma'naviy ko'prik, qalblarni birlashtiruvchi beqiyos kuchdir. Madaniyat millatning yuzi, xalqning qalbi, jamiyatning ma'naviy qiyofasidir. Sizlar nafaqat san'at yaratuvchilar, balki qalblarimizni me'morisizlar. Sizlar inson ruhiyatiga nur baxsh etadigan, uning ma'naviy olamni boyitadigan, jamiyatimizni yuksaklikka yetaklaydigan buyuk kuch sohiblarisizlar. Ishonchim komil, sizlarning fidokorona mehnatingiz, yuksak iste'dodingiz va beqiyos sadoqatingiz bilan Buxoro viloyatining madaniy hayoti yanada rivojlanadi. Yangidan yangi yutuqlarga erishadi. Buxoroning Shashmaqomi shunday buyuk haykaldir. Bobolarning qoni bilan sug'orilgan haykaldir. Ma'naviyat ayvonida olti ustun, olti top. Bu buzruk, bu rost, bu navo, duo, siymoq va iroq. 18,000 olam aro 5 quvvat bo'lsa agar, bu 6-chi quvvat kashf etilmagan. Biroq Buxoroning Shashmaqomi shunday buyuk haykaldir. Komil inson andozasi zeb berilgan sayqaldir. Ana bugun menga yurtboshimiz tomonidan bizning kichkinagina ijodimizni e'tirof etib, davlatimiz rahbarlari tomonidan mana shu shuhrat medali sohibi bo'ldim. Birinchi navbatda davlatimiz rahbariga mana shunaqangi e'tibor uchun, ijodkorga bo'lgan e'tibor uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Bu e'tirof ijod qilishda, yangidan yangi ijodiy imkoniyatlarni paydo qilishda, qolaversa shu Buxoro xalqi uchun, Buxoroni san'atini nafaqat viloyat, hatto respublikada, xorijiy mamlakatlarda shu o'zbek san'atining bir chiroyli bo'lagi bo'lgan Buxoro san'atini yanada targ'ib etishda menga kuch va quvvat bag'ishlaydi. Shu kichkina qilgan ishimiz prezidentimiz tomonidan bir yuqori mukofot bilan mukofotlanganidan juda xursandman. Endi bu mukofotdan keyin biz yana ham qattiqroq ishlashda davom etamiz. Teatr sahnasida bundan keyin ham xalqimizga ma'naviy oziqa ulashishda davom etaman.